Yoshligimda yoz oylarida buvimlarnikiga borsam, faqatgina pomidor bilan suvi qochgan nondan shu ajoyib nonjarkob taomini tayyorlab berardilar. O'shandan beri shu taomni mazasi og'zimda qolib ketgan va yoz oylarida eng sevimli taomim. Shuning uchun retsepti bilan ham sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Birinchi navbatda piyozni yog'da qovurib olamiz. Keyin esa bizga pomidor kerak bo'ladi. Pomidorni suvi bilan birgalikda solinglar. O'shanda mazaliroq chiqadi. Bitta qaynab chiqqandan keyin tuz solamiz va yana bitta qaynatib, tahiri chiqib ketmasligi uchun ozgina shakar solamiz va yana ham mazali chiqishi uchun 2 xil bulg'or qalampirini ham sovuramiz va ozgina yana qaynagungacha kutib turamiz. Orada men achchiq garimdori ham qo'shib yordim. Qaynab chiqqandan keyin esa suv qochgan nonlarni solib, ustini 10 daqiqaga yopib qo'yamiz. 10 daqiqadan keyin ustini ochib, bitta aralashtirib, yana 3-4 daqiqaga ustini yopib qo'yamiz. 3-4 daqiqadan keyin qarabsizlarki, hammaga birdek yoqadigan, juda ham hamyonbop, lekin shunga qaramasdan rosa ham mazali bo'lgan nonjarkob taomi tayyor. Ishoninglar, rostdan ham zo'r chiqadi va shundoq bitta qo'yganinglarda dasturxonda tugaydi. Xullas, sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha!